Unpacking. Kanbekimizga umuman aloqasi yo'q 3 ta naski oldim. Bilmayman, nega bunchalik naskilarni yaxshi ko'rib ketyapman. Birinchi lukimiz shunday rubashka. Men buni jinsilar bilan yozda kiysam bo'ladi va sizning orqa tomoningiz biroz ko'rinib turishi mumkin. O'ylaymanki, odamlar bir kun meni bu kiyimda ko'rishadi. Ikkinchisi bu. Bu qanday ko'rinadi? Juda yoqimli. Men buni ko'proq kiysam kerak. Qo'shilaman. Bu futbolka bilan yaxshimi yo xuddi bilanmi? Xullas shu. Men u yerga nima trenddaligini ko'rish uchun bordim, lekin nega sotib oldim narsa? To'xta. Biz tayyorlik yig'dik. Bu juda chiroyli. Menga yoqdi. 맞아. Bu men bilan uyumga ketadi. Buni aniq kiyib ko'rishim shart emas, sotib olaman. Hozir ham kiyib ketishim mumkin. Bugun muxlislarim bilan ko'rishganimdan juda xursandman. Men sizlarga sevgi yurakchasini jo'nataman. Uni oldingizmi? Bugun men uchun juda ham yaxshi kun bo'ldi. Xayr. Salom, salom. Biz televizor ko'rmoqchimiz va yana nimadir qilishni xohlaymiz. Biz shu kunni kutayotgan edik. Biz shu yerdamiz, bu yer juda ham chiroyli. Biz bu yerni tanladik va shu yerga keldik, chunki biz tarelka yoki bo'lmasa finjon tayyorlab ko'rmoqchimiz. Buni qarang, bu buncha yoqimli, chiroyli. Voy, buni qara. Kel birgalikda shuni yasaymiz. Qo'llarini ushlab turishibdi. Men esa aynan mana shunisini xohlayman. O'ylaymanki, bular juda ham chiroyli va yoqimli. Bitta qarorga kelish juda ham qiyin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizda har xil tajriba uchun narsalar bor. Qaysi birini tanladingiz? Uni o'z qo'llaringiz bilan yasashingiz kerak. Shunday shakllarga keltirasiz. Biz dumaloq qilib aylantirib, keyin ikkita finjon yasaymiz. Voy, shirinchaligini. Men onam uchun shuni yasab ko'rmoqchiman. U soju ichishni juda ham yaxshi ko'radi. Bu juda ham boshqacha ko'rinadi. Shuni yasayim kelib qoldi. Shu qarorga keldim. 이거 해. 어떻게? 모자가 귀엽다. Bu shlyapa juda yoqimli ko'rinadi. Bunga qaraman. Ularning ikkisi ham juda chiroyli. Xuddi shunday rangdan qilishim kerakmi? Ha, ranglarni shu yerdan ol. Keyin shlyapadan bitta olaman. Ko'pchilik uchun tanlash qiyin. Ha, albatta. Men ikkita soju finjonimni chizyapman. O'xshayapti-ya? 소주잔 2개. Rostdanmi, nima bu? 뭐야? 진짜 심각해. 스케치 말도 안 돼. 나 지금. Eskiz juda ham zo'r bo'lmaydi. Hech qisi yo'q, eskizdan chiroyli bo'ladi. 내 기대를 낮춰. 내 사진 어떡해 이거? 언니 어디 가서 나 그림 잘 그린다. Bu juda chiroyli deb o'ylayman. Faqatgina biroz boshqacha chiqib qoldi. Bu men xohlaganday chiqdi. Bu yaxshi chiqdi deb o'ylayman. 송편. Bu juda qiziqarli. Miyalarim dam olyapti. Buni sizlarga kim taklif qildi? Biz buni ko'rganmiz va bu juda romantik ko'rinadi. Ro'za tugatayotgan ko'rinadi. Qanday ko'rinadi? Juda yaxshi. Lamades. Men buni butun kun qila olgan bo'lardim. Yomg'ir yog'yapti. Bu biroz romantik. Tomchilarning ovozi juda yoqimli. Stakanga yomon energiya kirayotgandek tuyulyapti menga. Meniki juda kulgili ko'rinadi. Menga yoqmayapti. Soju idishi. Bu yomon emas. Rostdanmi? To'g'risi bu kulgili ko'rinadi, lekin u chiroyli deyapti.
와, Yomg'ir 비 진짜 tezlashdi. 걸리는데? Bu juda qo'rqinchli. Yoqtirasan deb o'ylabman. Kaktus juda yoqimtoy. 귀여운 거 같아. Rostdanmi? Bu aniq zamonaviy kaktus. Zamonaviy kaktus. 힙합 선인장. Juda kulgili. Bu juda yoqimtoy. 소주. 3 oila a'zosida soju. 나도 여기다가 막 지수처럼. 지수처럼 써 언니. 못 써, 절대 못 써. 얘 너무 조그매. Zamonaviy kaktus. Men kaktusimni uyga olib 집 ketaman. 만들어줄 거야. 너무 Uni juda chuqur qilishga urinmagin. 지그시. 세워서. Xuddi sehr qilayotgandekman. Juda yoqimli. Bu qo'rqinchli. 왼손 살짝 이렇게. 오른손 이렇게. 중지랑 엄지가 맞네. 힘 빼고 위로 쳐줘. 선생님 몇 Necha yoshsiz 살이세요? ustoz? 선생님 Necha 몇 yoshsiz ustoz? 살이세요? Voy, men uyalyapman. Hey, meni yoqtirishingni aytdingmi unga? Sen uning fikrini o'zgartiryapsan. 옮겨갔어. 시그널이 옮겨갔어. 이런. 내가 뭘 잘못한 거니? 완성되는 거 같은데? Juda zo'r. O'ylaymanki, juda zo'r ko'rinadi. Yaxshi emas. 수준이 아니야. Avokado yoqimtoy. 아보카도 만들어서 플랫. 오케이. Biz buni biliklarga beramiz. 블링크한테 주고. 맞아, 만들어주고. 오케이. Nima 언니 뭐 yasayapsan, Jisu? 만든다고? 나는 달 모양 만들려고. Ularning reaksiyasi qanday bo'lishiga qiziqyapman. 갔는데 갑자기. Ular buni otib qolganidan qilgan deyishsa-chi. 이게 뭐지? Bularni olganingiz zahoti bizga rasmlarini jo'nating. 안 버렸다니. Tashlamaningizni ko'rish uchun. 오케이. 좋아. San'atning birini tushundingiz, to'g'rimi? 하다 보니까 엄청 계속 만들었어. O'ylaymanki, uyga borgach to'g'ri uxlashga kiraman. Juda charchaganman. Biz buni pishirilgandan keyingi holatini ham sizlarga ko'rsatamiz. 알려드리러 오겠습니다. Yey, mening orzuyim amalga oshdi va tashqarida yomg'ir yog'yapti. Bu juda romantik. Xayr. 여기는 지금 Barchaga xayrli kun. Sizlar bilan Sarvinoz bo'ldi. Keyingi videolarni ko'rish uchun obuna tugmasini bosishni unutmang. Podpisatsiya bo'lgandan so'ng video yoqqan bo'lsa, like tugmasini ham bosishni unutmang. Barchaga e'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.